وجعلنا النهار معا kan nak termuncul kan وجعلنا النهار معاشا. Ustoz Haniya Salvana. Bugun biz shu inson haqida gaplashamiz. U aslida kim? U malayziyalik bo'lib, Qur'on tajviddan darslar berar ekan va 7000 dan oshiq shogirdlariga ega ekan. Va shuningdek, u ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faol ekan. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube va shuningdek, Shopee platformasida o'zining mahsulotlarini sotar ekan. Ya'ni darsliklarini uni o'rganish orqali, kitoblarni xarid qilish orqali studentlar qanday qilib to'g'ri talaffuz qilishini, qanday qilib Qur'onni to'g'ri o'qishni o'rganib olishlari mumkin ekan. Izohlarda ko'pchilik uning 30 bora Qur'onni to'liq o'qiganini, audiolarini so'rashgan edi. Afsuski ularni topa olmadim, chunki hali uning o'zi ham bu ishni qilmaganga o'xshaydi. Agar qilganida topgan bo'lardim. Va shuni ham aytib qo'yish kerakki, uning YouTube sahifasida siz uning qisqa suralarni o'qiganini, chiroyli talaffuz qilganini topishingiz va o'rganishingiz mumkin. Shuningdek, u bir akademiyaga ham asos solgan ekan. Divan Ar-Rital Qur'on tadqiqotlar va fanlar akademiyasi Malayziyadagi islom ta'lim muassasasi bo'lib, u Qur'onni chuqur o'qitish va o'rganish, tajvid va to'g'ri qiroat usullariga urg'u berishga qaratilgan. Dr. Haniya Salvana binti Abdulrahim tomonidan asos solingan va boshqariladigan akademiya an'anaviy zamonaviy yondashuvlar orqali Qur'on savodxonligi jamiyatini shakllantirishga intiladi. Ularning asosiy maqsadi an'anaviy zamonaviy yondashuvlar orqali Qur'onga asoslangan ummatni qurish. Missiyasi esa to'g'ri va ishonchli qiroatni ta'minlash uchun yuzma-yuz Qur'on ta'limotiga amal qilish. Shuningdek, ular zamonaviy metodikadan foydalanar ekan, ya'ni Qur'onni to'g'ri o'qitish, to'g'ri yod olish va asosan ayol kishilarga dars berar ekan. Bu yerda bog'lanish uchun telefon raqamlari, elektron pochtasi bor. Xohlasangiz, u bilan bog'lanishingiz mumkin. Afsuski, uning shaxsiy hayotidagi ko'plab ma'lumotlar maxfiy ekan va ularni topa olmadim. Chunki qoriya bularni o'zi ham aytishni istamaganga o'xshaydi. Shu boisdan ma'lumotlar biroz ozgina bo'ldi. Lekin shunga qaramasdan siz endi bilasiz, uni qayerdan topish mumkinligini, uni kim ekanligini. Va shuningdek, video shundan iborat edi. Iltimos, agar sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, unga bir dona like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. وجعلنا النهار معا kan nak termuncul kan وجعلنا النهار